janubiy chegaralarimizga yaqin tog' etaklariga joylashgan bir qishloq. Qishloq aholisi tinch mehnat bilan hayot kechirmoqda. Qishloq soveti raisi Narzixolaning hovlisi. Hovlidan tog' toshlar ko'rinib turibdi. Ichkari uyga tutashgan ayvonda Narzixolaning qizi Zulfiya ro'molga gul tikib o'tiribdi. Zulfiya xushchaqchaq kuylaydi. Bog' kezarman sayra bulbul jur ovozimsan, kuylagayman baxtim shodon sayra sozimsan. Bog' kezarman sayra bulbul jur ovozimsan, kuylagayman baxtim shodon sayra sozimsan. Tong otarkan ochlar gul yashnagay buston, dilni chorlar shod etkali chaman guliston. Ey go'zalim oshiqjon mehrim o'zingjon, shodligim ham borligim ham mehrim o'zingsan. Tong shamoli sochlarimni tebratmiras, gul ishqida bulbul kabi yorishqini yoz. Kecha kunduz yodimda sen kel qara ko'zing, yuragimda senga aytar shirin so'zim bor. Oshiqjon mehrim o'zingjon, shodligim ham borligim ham mehrim o'zingsan. Ey go'zalim oshiqjon mehrim o'zingjon, shodligim ham borligim ham mehrim o'zingsan.
Keling, Olimjon aka. O'tiring. O'tiring. Rahmat. Bir narsa deng. Yuragim siqilib ketyapti. Yuragimni, borimni ashilaga soldim-ku. U ashlada uni hamma ham aytaveradi. So'zlari ham nuqul o'ldim, kuydim. Silpinisa. Bugun dalada ko'rinmadingiz. Kalxo'chilar sizni biram yo'qlashdiki. Yo'qlagan keladi qo'yadi-da. Mana keldik-ku. Hozir. Xo'sh. Xush kelibsiz. Iya. Soat chorakda o'tib qopti-ya. Voy, o'lmasam. Endigina keldingiz-ku. Qiziq. Sizni ko'rmasam, har minutim jildek bo'lib ko'rinadi. Ko'rsamchi, vaqtni qanday o'tib ketganini sezmay qolaman. Soatingiz o'zi shunaqada. Bizniki keldimi? Nuqul yugurgan. Tezroq ketsam deydi. Tag'in ko'rmasam har minutim yilday o'tadi deysiz-a? Silpinisa. Men sizni dalada ko'rarman deb bir narsa olib chiqqan edim. Nima ekan u? Hozirda. Mana hozir. Voy, o'lmasam. Muncha chiroyli. Onam kelinimga deb asrab qo'ygan ekan. Juda ham chiroyli ekan-a. Sovg'a qildim sirg'a jon yorim, yorga yodgor bo'lsin deb yorim. Qildim sirg'a jon yorim, teng ko'rarsiz oldinga yorim. Oldindan ham ziyodi jonim, yarim hadyasi menga yarim, yarim hadyasi menga yarim. Ayam kelyaptilar. Reis opamlar-ku. Muncha qo'rqmasangiz endi. Ya men qo'rqayotganim yo'q. Uyalaman-da axir. Hozir to'xtang. To'xtang, bo'lmasam hozir. Xo'sh. Men bu yerdan keta qoling. Qayerdan? Ko'cha eshigidan. Ko'cha eshigi. Nariyoqqa qayerga chiqaman keyin? Devordan oshasiz. Devordan. Undan nariyog'icha. Hech kim hovlismas. Ko'cha devordan oshasiz. Ko'cha. Voy, o'lmasam. Keling, ayajon. Keling. Zilfinsa, laganing kirgizsin. O'tiribsanmi? Diqqat bo'lganing yo'qmi mana qiz? Yo'q, ayajon. Sog'inib ketdim. Mana bilan olib qo'y chiqani. Xo'p, bo'ladi. Biram charchadimki. Ayajon, kunduz kelib ovqatlanib ketmadingiz? Nima bo'ldi sizga, ayajon? Qizim, vaqt bo'lmadi, vaqt. Ish juda ham ko'p. Buni ustiga rajroqimdan vakillar keldi. Chegarachilardan vakillar keldi. Juda charchadim, juda ham charchadim. Ayajon, nimaga buncha uf tortasiz? Qizim, quloqlarini haydab ham tinchmadik. Chegara notinch bo'lib qoldi. Voy.
Sirg'alari muborak. Yo'q. Kim berdi qizim? Birorta dugonaniki bo'lsa kerak-a? Kimniki qizim? Ay, sovg'a qilgan kim? Ay canım, bırak salini sözüme. Uyandırmayın, bakıp menin gözüme. Ay canım, bırak salini sözüme. Oynayıklayın, koyup verin yüzüme. Meni yo'g'imda kelib gulzorini kesgan. Meni yo'qlab kelgan o'sha mehribon ko'ngil qushi baxtli bir mehmon. Meni yo'qlab kelgan o'sha mehribon ko'ngil qushi baxtli bir mehmon. Menga dadang uzuk sovg'a qilgan edi. Agar mana shu uzukka qarasam, dadang bilan kechirgan shirin damlarim yodimga tushib ketadi. Ey qizim, biz dadang bilan juda ham baxtiyor yashardik. Senchi sira ham tizzasidan pastga tushmasding. Dadalaringni bir ham yaxshi ko'rardilaringki. Nimasini aytay? Akamchi ayajon? Akang ham. Sen ham dadalaringga shunday o'xshaysanlarki, xuddi tuproqlaringni bir yerdan olgan va qo'ygan. Sulfinsan. Labe. Agar hozir dadang tirik bo'lsa, ko'rsang tanirmiding? Akamga o'xshasa tanib olardim. Endi yo'qlarda ayajon. Qo'ying dadamni yuzimga solmang. Ko'nglim o'ksib ketadi. Yo'q, yo'q. Sulfinsan. Onaginam gurgulsin, menga qara. Ko'nglim o'ksmasin. Axir men senlarni boshlaringni silab, peshinlaringni silab shuncha tarbiya qilsam-u, nahot dadang o'rniga o'tmasam? Yo'q, unaqa deyotganim yo'q ayajon. Dadam ham siz, ayam ham siz. O'zim Onaginam gurgulsin. Salom oyijon. akam keldi. Karimjon, Yaxshimisiz aka, keling. voy bolaginam, kelaqa. Kel bir o'pay. Necha hayallading? So'ramang oyijon. Maktab ishini o'zingiz bilasiz-ku. Darsdan keyin ma'lumlar sho'rosi bo'ldi. Ish shu qadar ko'pki, hatto bosh qashgani qo'lam tegmaydi. Mana qolgan ishni uyga ham olib keldim. Oyijon, sizdan oling. Charchabsiz. Ishingiz og'ir. Mayli bolam, mayli. Singlim, bu kechadanberi ko'rishganimiz ham yo'q shekilli. Ahvollaring yaxshimi? Men turmasdan oldin ketib qolasiz maktabingizga-yu. Qanaqa men bilan ko'rishasiz? Akani ovqatini olib kel, qizim. Xo'p bo'ladi, hozir. Karimjon, Laba oyijon. bu Siddiq degan bolani nega maktabdan haydadilaring, o'g'lim? Darrov shikoyat ham qilishdimi? Axir otasi quloq bo'lsa, bolada nima gunoh? Toqqa qochgan quloq hozir bosmachilik qilyapti. Dehqonlarni talayapti. Unday odamni tuxumi bilan quritish kerak. To'g'ri emas. Nimasi to'g'ri emas? Ilonni bolasi Chiyonni bolasi Chiyon. Axir qanday qilib bu sho'ro maktabi oyijon axir? Qizishma.
Nega qizishmas ekanman? Axir rost oyijon, rost. Xo'sh. Menga qarang. O'zingchi? O'zing kim o'g'lisan? Men? Menga nima qilibdi? Yo otamni bosmachi demoqchimisiz, oyi? Yo'q. Men unday deyotganim yo'q, o'g'lim. O'zing aytchi. Agar tirik bo'lsa hozirgacha kelmasmidi. Meni otamday qishloq faolini yarmidi. Qo'ying oyijon. U bechorani ruhini. Ey bolam. Axir men 10 yildan birin ayriliq o'tida yonaman. Ayriliq yomon bo'lar ekan. Agar u tirik bo'lib bosmachilik qilayotgan bo'lsa, chin kamsamol so'zim, o'z qo'lim bilan otib o'ldirishga tayyorman. Qo'ying, otmang. Dadam uni qadamlaslar-ku. Kim? Voy Karimjon. Keling. Narzixon bo'g'lar. Hovliga kolxoz raisi qo'ldashaga kirib keladi. Uning avzoyi buzuq, hayajonda. Keling. Qo'ldashma. Qani marhamat. Qani o'tir. Xo'p bo'ladi, tezda suv ber. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Tinchlikmi? Ahvol yomon singlim. Axir mahalliy hukumatimizsiz. Yordam bering. Bu badbaxtlar yana xuruj qilishyapti. Xuruj qilishyapti? Kimlar? Tog' tomonga qochgan quloqlar cho'bon qurbotani o'ldirib, bir poda chorvalar haydab ketishibdi. Ularning ichida chegaradan o'tgan bosmachilar ham bor ekan. Bosmachilar? Mana eshitsam, a'zoyi badanimga titroq turadi. Bosmachilarni uyimizga bostirib kirgani, chirqiragan qizim bilan o'g'limni bag'rimga bosib dodlaganim, isitma tutib behush yotgan dadasini bog'lab olib chiqib ketganlari sira yodimdan nari ketmaydi, qo'ldashvoy. Rahmatli Subxonqul yaxshi odam edi. Og'aynim edi. Hub padaringga la'nat. Qo'chqorboy uni boshini yedi. Qo'chqorboy. Karimjon. Labay. Keling. Assalomu alaykum. Rayzopam bormilar? Ha, borlar. Qani marhamat, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisan pichoq? Yaxshimisiz? Salom Rayzopa. Qo'ldashvoy, yaxshimisan? Salomatmisan? Salom keling. Bu opa, ijroqimga yuboriladigan achchonni tayyorlab kelgan edim. Qani? Shuni bir ko'rib bering. Bo'ldim. Bo'ldi. Rahmat. Endi menga ruxsat. Men boray. Biroz o'tiring. Rahmat. Xo'p. Esim qursin. Karimjon. Labay. Bu esimdan chiqayozibdi. Rayondan senga telefon qilishdi. Tezda Ma'rifga yetib borishing kerak ekan. Ma'rifga? Aha. Shu topda-ya? Unisini bilmadim. Tezda yetib kelsin deyishdi, vassalom. Hop. Xayr. Salomat bo'linglar. Nima qilsam? Ko'nglimni g'ash qilib ketdi. Hozir bevaqt. Yo'llar notinch. Ertaga borarsan. Aka, ertaga borarsiz? Kechasi bilan tinchligim bo'lmaydi, oyijon. Bu nimaga chaqirishding-a? Men ham hayron bo'ldim. Ha, aytgancha, imtihonlar oldidan yig'in bo'lish kerak edi. Bormasam bo'lmaydi. Borishim shart. Ko'rasiz ketadi, qo'ymaydi. Qani, qo'ldashvoy. Ichkariga kiraylik. Qani, haligi masalani hal qilishimiz kerak. Qani. Ular ichkari uyga kirib ketishgach, tashqari eshikda yorma-tota ko'rinadi. U kimnidir chaqiradi. Kelavur-seychi. Kelavur o'g'lim. Kelavur. Usti boshi yirtilgan, ranglari sarg'aygan Subxonqul qo'rqa-pisa yorma-tota orqasidan hovliga kiradi. Barakalla. Qani, kelavur o'g'lim. Nimadan tortinasan? Mana uying, o'lan tushaging. Nimadan ham hadisraysan, kuyov? Otaxon, Labbay. bu Qo'chqarvoyning hovlisi-ku. Ha-ya, ilgari uniki edi. Hozir kuyov sen bilan qizimnikida. Qani yuqoriga o'tir. Amin. Doim tinchlik bo'lsin. Allohu akbar. Otaxon, bu Qo'chqarvoyga nima bo'lgan? Ha, u badbaxt senga o'xshagan bir nechta qishloq faollarini bosmachilarga tutib berib, o'zi keyin qo'sh mozor bo'lib ketdi. Kuyov, nimasini so'raysan? Seni yo'qligingda katta ishlar qildik. Og'zimiz oshga tegdi.
Mana bu yil boy ham yo'q, kambag'al ham, kolxoz ham bo'ldik. Xalq xursand. Ammo bu tuxumin qurgurmushti muzollarni qolgan qutganlari tog'larga qochib yurib g'alva qilyapti. Jallod Davronbek qaytib kelib boshqa hukumat qurarmish degan mish-mish gap bor. Shunaqami? Obbo gazandayey. Kuyov, kelib ko'rsinchi Navbakor, bizlardan nimalarni ko'rarkin. 6 yakardan 60 yakargacha erkak u ayol g'azot qilib bosh ko'taradi. Jonini bersa beradiki, ammo qani ular sadag'ang ketay? Xotinim, o'g'lim, qizim. Ezbaligim qursin. Gapga alaqsib, bola chaqayni ham esimdan chiqarib qo'yibman. Hozir kuyov. O'tir. Sen bemalol o'tir. Men yotig'i bilan tushuntirib olib chiqaman-da. Yormat ota ichkari uyga kirib ketadi. Subhonqul tevrak atrofga alanglab qaraydi. Bezovtalanadi. Sog'inib keldim aziz yor, qaydasan men intizor, qaydasan men intizor, qaydasan men intizor. Ko'rmasam vaslingni bir bor, yig'lag'ay men zor, yig'lag'ay men zor, yig'lag'ay men zor. Bilmadim men bir kunimni zarra bo'lsin lazzati. Qop-qaroman furtunimni uyqu kelgan lahzasi, uyqu kelgan lahzasi. Xush qabul qil g'aymiyar, xush qabul qil g'aymiyar. Ayriliq xo'rlik azobi, go'r azobidan yomon. Rangimi qildi samon, dilni qon qiynaldi jon. Kim bu? Narzi! Dadasi!
O'nging qizim, o'nging. Shu ering Subhonqul bo'yningga arqon tushmadi. Dadajon. Qizim, Dadajon. oppoq qizim, yaxshimisan sadag'ang ketay? Ha, qizim? Dadalaringni sog'inmadilarmi? Mana taqdir qo'shilgan ekan, keldim. Didor ko'rish nasib bo'lgan ekan. Ha, qani. Bu yoqqa o'tiringlar. Narzi, Zulfi, choyingni qo'y, qani omin. Sen kelding, tashvish kelmasin. Allohu akbar. Menga bunday qarama. Shubhangni qo'y. O'lmay kelganimga shukr qil, Narzim. Shukr. Lekin aytingchi, osmondan tushdingizmi? Qayerdan keldingiz? Ochig'ini aytaman. Keyin o'kinib yurma, sadag'ang ketay. Mayli, shundan keyin ket desang ketaman, qol desang qolaman. Xudo shohid, yer o'pib aytgan so'zimni eshit. O'zing bilasan, bolalarimdan, uyimdan ayrib zo'rlab olib ketdilar. Shundan keyin bosmachi bo'lasan deb it azobiga soldilar. Oxiri bola chaqam deb Ko'ndingizmi? ha, tili juda ko'ndim. Ya'ni shu bosmachi bo'lib qolgan dehqonlarga bu yerda afu umumiy bo'libdi. Buni bizlarga aytmabdilar. Shunday bo'lsa ham nuqul qochish payda yurdim. Ko'zimdan yoshim arimadi. Eng oxiri qochdim. Qoraqumni bosib Turkmanga o'tdim. Turkmanga? Ha? U yerda nima qildingiz? Portda 3 yil hammollik qildim. Nega uyga qaytib kelavermadingiz? O'zing bilasan. Axir men el yurt oldida gunohkor odamman. Gunohimni yuvmay ilojim yo'q edi. Qaysi yuzim bilan elga ko'rinaman deb andisha qildim. Oxiri mehnatim bilan gunohimni yuvdim. Mana qog'ozim. Mana qog'ozim, sadag'ang ketaylar. Qizim Narzi, buni seni bilasanmi, sho'roni boshlig'i deb sig'inib kelgan. Buni kechir. Butun namoyi a'moli qo'lingda. Bir yog'i ko'z ochib ko'rganing, bolalaringni otasi qizim. Ko'zimni oq qarosi Karimjon qani? Nega u ko'rinmaydi? O, kuyov, Karimjoning kapkatta yigit bo'lib ketgan. Voy, bilasanmi, u hozir muallim, mana shu qishloqni bolalarini o'qitadi. Zulfi, akang qayerda? Uydalar. Darrov chaqirib kel. Hozir. Aka! Chaqir. Aka! Dadam keldilar, dadam. Yuring, dadam keldilar. Dadam. Yuring. O'g'lim, jonginam. Men seni dadangman. Kel bolam, bir bag'rimga bosay, kel. Xayriyat. Hammalaring sog' salomat ekansizlar, ko'rdim. Ko'zimga nur, belimga quvvat kirdi. Men u yoqda jabriston olovida kuyib, tirik murda bo'lsam ham yolg'iz oila, bola, chaqa muhabbati bilan yashadim. Koshkiydi agar shunday bo'lsa. Shunday, nonusin shu gapim rost. Dadajon, turing, o'tirmang. Qizim, jon qizim, men seni gunohkor, jabrlangan dadang bo'laman. Dadajon. Qizim, o'rgilay qizim. Barakalla. Ha, qizim, mana men senga marjon olib keldim. Dadajon. Barakalla. Oh. Qanday ota bilan onaga farzand shirin-a? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Nahotki meni baxtim ochilib ketsa, nahotki ro'paramda jondan aziz rafiqam, quchog'imda suyumli qizim dadajon deb tursa, o'g'lim yonimda bo'lsa, men baxtliman, bolalarim baxtliman. Ko'rishay uka. Qani jo'ra, kelayli biza bir ko'rishib qo'yaylik. Ha? Shuncha tikilaba hech qaramaysan yo tanimay qoldingmi, ha? Qo'ldashoymisan? Ha, xuddi o'zi. Asl do'stim. Salomatgina eson-omon bormisan? Bolalaring sog' salomat yuribdimi? Oyi, Ominasan kelding. oyijon. Men ketdim.
qayoqqa o'g'lim? Ma'rifga borishim kerak. Xo'p, men ketdim. O'g'lim, jigar go'sham, menga bir boq. Diydoringga to'yay bolam. Men bosmachini o'g'li emasman. Aka, O'g'lim! O'g'lim! Men bosmachi emasman. Xafa bo'lma o'g'lim, xafa bo'lma. Karimjon yuragimni ezib yubordi otaxon. Yosh bolam. Yosh qilib. O'zingni tut, jo'ra, xafa bo'lma. Qani, qo'ldashvoy. Dadajon, ichkariga marhamat qiling. Qani yuringlar bolalarim. Otaxon, avval siz. Shundaymi? Qani yuringlar bolalarim. Qani yuringlar. Bu Yur, qo'ldashvoy. jo'ra. Haligi masalani nima qildik-a? Aytganday, shunday qilsak. Sizlar mehmonni xotirjam kutib olinglar. Men o'rtoq Kuzminga borib, voqeadan xabar qilay. O'rtoq Kuzmin albatta yordam berar. Mayli, to'g'ri. Choy tayyor edi, uka. Rahmat. Hozir qaytib keladilar, dadajon. Shundaymi? Hozir keladilar. Xo'p. Qo'ldashvoy. Labbay. Bo'lmasa qaytishda albatta kiring-a. Jonim bilan, jonim Shunday bilan. bo'lsin. Narzi Qo'ldosh akaga Subhonqul bergan hujjatni topshiradi. Qo'ldosh aka chiqib ketgach, Subhonqul Narzining bosgan izidan bir siqim tuproq olib ko'ziga surtadi. Murodimga yetdim. Kelaydik aziz yavrum, senga keldim vafodorım. Senga keldim vafodorım. Sevar yavrum. Seni hacrimdeki zaman gelsin yavrum, gelsin yavrum. Dadasi. Jon dadasi. Oilada ishona boshlaydilar. Mana o'z xizmatlariga ketishgan. Yolg'iz qo'liga xirgoyi Burgut ya kanati kayrilmesin, elini sevgan yiğitlere yurtiden ayrılmasın. Yurtiden ayrılmasın.
sayray desam ovozim yo'q, uchay desam qanotim. Bego'da ichgan qasamim, Qur'onni o'pganim, bular hammasi qayoqda qoldi? Uyimga bemalol kirdim. Menga ishondilar, mehribonlik qildilar, azizlarimni ko'rdim. Yolg'onchingni o'zing kechir, ey Xudo. Xudoning dargohiga kechiradi. Axir men aziz yurt desam, bola chaqa desam, gunoh qilgan bo'lamanmi? Yo'q, bu gunoh emas. Meni yo'ldan tutgan, meni hayotga qaytargan, elga qo'shgan oila yurt. Meni baxtli qilgan ham shu oila yurt. Ammo bekchi nima deyotgan ekan? Turgan gap kelmadi, sotildi, avlod qasamxo'r deydi. Qo'liga tutsam, ko'zlarimni o'yib o'zimga yediradi. Tilimni kesib itiga beradi. Tanamni otimiga bog'latib, go'shtlarimni tilka pag'a qiladi. Uyimni kuydirib, tuxumimni quritadi. Xo'sh, aytchi, sen shularga rozimisan, Subhonqul? Yo'q. 10 yillik qora kuningdan qorong'u go'r afzal emasmi? Taqaygacha itdan qo'rqqan gadayday titrab yurasan. Bas, ortiq bunday yurolmayman. Taqatim tog' bo'ldi. Tog' bo'lguncha bu baxtdan ayrilmayman. Emas. Mavlon. Xo'sh. Gapir. Kalomini o'pib bitta. Gap. Qasamxo'rning jazosi o'lim degan kim? Men hukmni ijro etgani keldim. Nima? Qani, oldinga tush. Yo'q, afandim. Bu ishni bo'lishi mumkin emas. Jon shirin ekanmi? Mavlon atrofni ko'zdan kechiradi. Qul payt poylab o'choq yonida turgan boltani olib, Mavlonga tashlanadi. Mavlon epchillik bilan boltani so'qib oladi. Hadi. Bunaqasi ham bormi? Kerakmi? Kechirsinlar afandim. Qildim. Ko'zimga qara. Hop. Kechirdim. Adashgan bandasini Xudo ham kechiradi. Garchi men izma-iz yurib bosgan qadamingni o'lchab, qilgan xiyonatlaringni bilsam ham, buni hech kimga aytmayman. Buni na Davronbek biladi, na xotining va na sho'rolar hukumatı. Menga aytchi, Davronbek oldida ichgan qasamingga sodiqmisan, yo'qmi? Gapir. Nega indamaysan? Nima desam ekan? O'lim to'k. Afandim, seni otib tashladim. Shu yo'l bilan sendan qutuldim deb o'ylaysanmi? Yo'q. Butun avloding qiriladi. Xudo saqlasin afandim, zinhor bularga taqilmang. Demak, qilgan ishingga pushaymonsan. Shundaymi? Menga ayt. Davronbekni daryodan kechib o'tadigan joyini aniqladingmi, yo'qmi? Aniqladim. Xo'sh. Qishloqdan 3 chaqirim narida Osmoy darasi yo'lida daryo yoyilib oqadigan to'ng'iz to'qay bor. Bu va changal qulay joy yo'q.
ishlarchi. Zot yo'q. Qilvay to'qay mendan hech kim bilmaydi. Begimni salomat o'tishlariga ishonaman. Xudo senga madadkor bo'lsin. Amin. Yo'l senga. Allohu akbar. Efendim? Vaqt g'animat. Bermay. Ne Beksi esa tuttu. Berasan. Lekin sir saqla. Oilang hech kim sezmasin. Ular oldida parvoz qizil so'zlarni gapiraver. Ishonch qozon. Shunday buyruqni bajarish uchun xotin garovda turadi. Agar kichkinagina nojo'ya harakatingni sezsam, bittasini qurbon qilaman. nima? Bu senga tanbih bo'ladi. U yog'ini o'zing bilasan. Bekka mendan salom ayt. Kechikmasdan tezroq jo'na. Xayr. Oq yo'l. Ey Xudo! Nima gunoh qildim? Nahot menday notavon bandang uchun aziz bolalarimni, sevgan yorimni xazon qilsang, nahot yana xiyonat yo'liga kirsam, yuragim ezilib ketdi. Yordam! 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 Eshikdan kirib kelgan Narzi va Zulfiya Subhonqulning ayvonda g'amgin o'tirganini ko'radilar. Subhonqul ularni ko'rishi bilan sapchib o'rnidan turadi. Xafa ko'rinasan sadaqang ketay? Yoki Karimjon haqida biror yomon gap eshitdingmi? Nima bo'ldi? Nega indamaysan? Hech narsa bo'lgani yo'q dada. Aya choy ichasizmi? Ha, qizim, aytganday, choy qaynab turibdi. Damlagin, ayang choy ichsin. O'g'limni diydoriga to'yalmadim. Qani Narzi, bir oz cho'zil. Charchagansan, ishing og'ir. Narzi, qizim sen bo'yiga yetib qolibdi. Kuzga borib to'yni qilib yuboramiz deyman, ha? Mana choy ich. Tavba. Muncha makkorlikni qayerdan o'rgandingiz, dadasi? Nima deyapsan o'zing? Ha? Onada bo'lgan muhabbat otada bo'lmaydimi? Ha. Otalar har xil bo'ladi. Qo'y, ta'na qilma. Yaramga tuz sepma. Beri kel qizim. Muncha menga tikilasiz? Aynalay qizim, qarab to'ymayman qizim. Bas. Tikilmang. Nima? Siz yolg'on gapiryapsiz, dadasi. Ayajon, Ochig'ini ayting. Qayerdan keldingiz? Voy, aqlingni yedingmi Narzi? Ha? Aqlimni yedim. Jabr jafo tortib kelgan erim, bolalarimni otasi deb, men sizga ishonib aqlimni yedim. Esim qursin. Esim qursin. ayajon, bu nima deganingiz axir ayajon? Siz bizni aldadingiz. Ilonda gavrab xonadonimizga joylashib oldingiz. Qiynama meni Narzi. Agar yana shunday gaplarni gapirsang, yuragim tars yorilib ketadi. Rostini ayting. Qayerdan keldingiz deyapman sizga. Aytdim-ku, axir men Yolg'on. Qani? Menga rostini ayting. Bo'lmasam ana katta yo'l.
Jo'nang. Otaxon, jinni bo'ldingmi? Bu nima qilib bo'yningga arqon tushmagur? Baxti kirgan uyni azaga aylantirmoqchisan, Otajon. Buningizni hujjatlari, gaplari yolg'on ekan, otajon. Rostdan-a? Rost. O'zim borib chegaradan ochig'ini bilib keldim, dadajon. Xo'sh, kuyov, qayoqdan kelding? qochib kelganman. Voy sho'rim. Qayoqdan qochib kelding, axir? Iya. Qayoqdan qochib kelgani sizga aytarmidi, dadajon? Buningizni dili qora. Bu bir o'qqa tashla. Nima? Mana ot! Bosmachilar temir qizdirib bosgan ko'ksimni ko'zlab ot! Dushmanni har qanday jabr sistemiga chidagan satfora yuragim yastiqdoshimni bir o'qi bilan umrbod jimib qolsin. Ot! Jafolardan qutqar, jonimdan to'ydim. Salom. Assalomu alaykum o'g'lim. Keling. Yaxshimisiz? Rahmat. Hovliga chegarachilar zastavasining boshlig'i Kuzmin kirib keladi. U ahvolni darhol sezadi. Iltimos, Xo'sh, qani? bizlarni xoli qoldiringlar. Ha, juda yaxshi. Narzi, Zulfi, choyingga qara qizim. Qani. Xo'p. Oling. Menga marjoningiz kerak emas. Qizim, sen ham mendan yuz o'girdingmi, qizim? O'zi nima gap? Xafa ko'rinasiz. Ha. Odammi olasi ichida bo'lar ekan Ko'zmin aka. Tushundim. U kun menga Turkmandan kelganingizni aytdingiz. Qog'oz ko'rsatdingiz. Tekshirdik. Yolg'on bo'lib chiqdi. Axir Qo'ying endi. O'zingizni ham qinamang, bizni ham. O'ylangchi. Gulday qizingiz, suv-surday o'g'lingiz, sevgan xotiningiz yoningizda ekan, yana sizga nima kerak? Eli yurt quchoq ochib bag'ridan joy bersa, shunday bo'la turib, oraga xiyonat oralasa, nonko'rlik bo'ladi-ku. Gapiring. men ko'pdan beri yurtga qaytishni orzu qilib yurar edim. Yolg'on gap. Qochishni sira iloji bo'lmadi. Oxiri begni birorta yumushi bilan yurtimga qaytsam-u, shu tufayli shu tomonda qolib ketsam degan qarorga keldim. Bu maqsadda hamma hilla-yu nayrangni ishlatdim. Begni ishonchini qozondim. Bo'lmagan gap. Eshiting janob boshliq. Bo'lmagan gap. Eshiting janob boshliq, eshiting. Bek meni sho'ro tomonga o'tib, askarlarni son sanog'ini, daryoni qayerdan kechib o'tish mumkinligini bilib kelishni buyurdi. Bek men ko'rsatgan kechuvdan o'tib, mana shu tomonlarni bosib olmoqchi. Bu boshqa gap. Rost gapirdingiz. Endi o'zingizga keldingiz, xo'sh? Lekin meni hech qanday yomon niyatim yo'q janob boshliq. Bu ishlarning hammasi majburiyat oqibati, zo'rlik kasofati. Men bola-chaqam bilan tinch kun o'tkazsam deyman xolos. Ishonmasalaring tekshirib ko'ringlar, jazolab o'ldiringlar, roziman. Lekin begni yuzini ko'rgim yo'q. Mana shu vajdan bormay o'tiribman-da janob boshliq. Agar gapingiz rost bo'lsa, bekni oldiga qaytib borishingiz kerak. Nima? Qaytib borishingiz kerak. Yo tavba. Bu nimasi tag'in? Yo bormayman janob boshliq. Bormayman dedim, bormayman. Yelkamni chuquri ko'rsin u yerni. Yo'q, borasiz. Borib bekni o'tish joyini aytasiz. Askarni aytasiz. Ha. Bekni o'tish joyini mo'ljallaganmisiz? Ha? Kelyatib mo'ljallab qo'ygan edim. Qaysi joyini mo'ljallagansiz? Qani, bu yerga qarangchi. Mana bu daryo. Mana bu qalin qiyoq xilvat joy. Bu xilvat joy deganingiz haligi qishloqdan 3 chaqirim naridagi To'ng'iz to'qaymi? Xuddi shuni o'zi. Shumi? Ha, shu joy edi. Unday bo'lsa, mana bu bekka topshirasiz. Agar bekni shu joydan olib o'tsangiz, yurt oldida katta ish qilgan bo'lasiz. Oling. Ya, meni
Sinayapsizmi deyman, ha, janob boshliq? Ha, sizni qanchalik pok ekanligingizni sinaymiz. Oling. Xo'p. Ayt Narzi, nima qilay? Vijdoningizga havola qilaman. Yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsangiz, yaxshi niyat bilan boring. Vazifani ado eting. Xo'p. Borib nima qilay janob boshliq? Begingiz topshirgan vazifani bajarasiz. Xo'p. Shu bugunoq jo'nab ketish kerak. Xo'p. Ertaga qoldirib bo'lmaydi. Ketganingizni hech kim bilmasin. Xo'p. Ayajon. 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 Voy bo'lmasam. Nima bo'ldi, Karimjon? Karimjonni. Karimjonni olib kirishyaptilar. Nima deding? Karimjonga nima bo'ldi? Akajon. Do'stim Karimjon. Nima bo'ldi? Holdan o'tayotganda do'stim Karimjonni bosmoqchilar. Voy sho'rim. Voy sho'rim. Karimjon. Bolam. Bolam. Nega meni ko'rib jim qolding, bolam? Akajon. Jonim bolam. Bolam. Subhonqul Ko'zminni topshirig'i bilan chegaradan o'tib, Davronbekning bosmachilar guruhi joylashgan toqqa yetib boradi. U Davronbekka topshiriqni bajargani haqida, bosmachilarni chegaraning qaysi yeridan olib o'tish mumkinligini batafsil so'zlab beradi.
So'ngra Subhonqul Davronbekning zulmlaridan to'yib, o'z ona vatanlarini sog'ingan, bosmachilikdan bezgan bir necha yigitlar yoniga borib qo'shiladi. Keling. Keling Subhonqul aka, keling. Keldik. O'zi nima gap? Hoy, Afsamat uka. Labbay. Baxtimiz ochilib ketadi. Subhonqul aka, biroz og'zingizga ehtiyot bo'lib gapiring, bo'lmasa, qani Subhonqul aka, keling, mana yerga yotib dam oling. Qani. Ey og'aynilar, ey. Begona yurt tog'larda uxlab bo'ladimi? Bolishimiz tosh, ko'rpamiz tikan, qayoqqa qarasak yonib turgan kunning issiq shamoli yuzimizga uradi. Oy, osmon uzoq, yer qattiq. Subhonqul aka, u tomonlarda turmush qanday ekan? Eshitaylik. Ha, o'sha yoqda qanaqa turmush? Ey og'aynilar, ey. Biz ham odammiz deb yurgan ekanmiz-da. Dorlamon o'sha tomonda ekan. Yo'q-ey. Ha, ey, bilasizlarmi? Men faqat mana shu sizlarni deb qaytib keldim. Salomat bo'ling, salomat. Ey, qo'rqmanglar. Egilgan boshni qilich kesmaydi. Borib ot qozg'ini topganday baxtimizni topmasak bo'lmaydi. Axir tokaygacha sarson sargardon bo'lib yuramiz. Ishonaman, u tomonda hammamizni baxtimiz ochilib ketadi. Subhonqul aka, qanday ajoyib so'zlarni aytdingiz. Kayf bilan kelayotgan Xushmamatning tovushi eshitilishi bilan bularning suhbati bo'linadi. Subhonqul Xushmamat shubhalanmasin uchun qo'shiq boshlab yuboradi. Qani yigitlar, qishloqqa hujumga ketdik. Gazanda bosmachilar qishloqqa bostirib kiradilar. Kuzmin boshliq chegarachilar va madadga kelgan Qizil armiya jangchilari Davronbekni tormor qilish maqsadida ularni qishloqqa kirib kelishi uchun ataylab yo'l ochib beradilar. Ayajon! Nima gap? Ha, Olimjon. Tezroq bo'lingiz, uyingiz xavf ostida. So'nggi damgacha kurashamiz o'g'lim. Siz tezroq ko'zimni oldiga jo'rang. Biz de atrasimiz dushmanni qishlardan jildirmay turib. Qani bo'ling, yuring tezroq endi. Yo'q. Men bunday paytda jangni tashlab ketishga sira ham haqqim yo'q. Aytgan komandiri qo'lda tutgani buyrug'i shu. Iltimos qilaman bajaring. Qani bo'ling, yuring tezroq. Yaralangan Olimjon hovliga kiradi.
Alimjon aka. Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi Alimjon aka? Bilmasam, voy shurim. Turing, qochaylik. Bosmachilar kelishyapti, juring. Men sizni bekitib qo'yaman, juring. Tez bo'ling. Ohoy, kim bor? Begim kelyaptilar. Begim. Begim omon bo'lsinlar. Boshimizga soyabon bo'lsinlar. Qadamlarga hasanot. Xo'sh. Meni kutib olganingiz bo'ldimi? Voy, Boshimiz ustiga bersinlar begim. takbir o'rniga la'nat, madhiy o'rniga zambarak. Qanday badqonlik? Menday ulug' hokimingizga ko'rsatgan izzat ikromingiz shumi? Begim, xalqimiz buzilgan bebosh. Boshlig'i siz bo'lasiz. Inshaalloh boshlig'ini topib insofga kelsa axir. Qariyur, yur deyman bekka tasalar seni. Kim? Qishloq oqsoqolining kuyovi Kamsamon. Olimjon, Komsomol? Ha, Kamsamon. Qani, iymon keltir. Yo'ldan ozgan shayton. Ko'ryapsanmi? Yurtingda boshqa hukumat, boshqa hukmdor. Gapir! Tushingni suvga aytbek. Nima? Jinni bo'lganmi? Hayronman jinnish kerak. Ablah. Yumozini kofir, bo'lmasa tashlayman. ijozat bering begim. Men bu jinnini olib chiqib, o'zim Asparsopunga ketkazay. Boplang. Olib chiqot tashla. Yur. Qariyur. Shuni bir bilib qo'yginki bek. Menga otilgan o'q seni peshonangga kelib tegadi. Yasha sho'rov, yashna balqi, kulla yashnar sen bilan men o'larman orzularim mangu yashar sen bilan yasha sho'rov, yasha sho'rov. Begim, yigitlarimizni gapiga qaraganda qishloqni tintib chiqishibdi. Qishloqda na dom bor, na chorva. Qishloq bo'lsa bo'm-bo'sh odamlari ham yo'q begim. Nima? Ha begim. Yo'qol kozimdan. Xo'p begim. Qo'yib bor. Qo'limni chech. Qariyur deyman. 70 yashar choldan qo'rqasada Ey, bungar qon tushkur. Qo'lni yech. Hozir begim. Bu qishloq sho'rosining otasi ekan begim. Ha? Barakalla senga. Balli. Qulluq. Qani chol. Ayt. Qizing qayeri qochdi? Qay yerga yashirding? Odamlar qani? Aytib berasanmi? Aytib beraman. Bek, senga aytadigan bir og'iz gapim bor-da. Qani ayt. Bek, tag'in nega qaytib kelding? 25-yilda yegan kaltaklaring kamlik qiluvdi. Bas! So'zlaring jot tashlar edim-ku. Lekin mana shu soqoling hurmatini qilaman. Nega qaytib kelding deysanmi? Men musulmonlarni sho'rolar zulmidan qutqazgani keldim. Chuchvarani xom sanabsan bek. Musulmonlar seni himoyangga muhtoj emas. Musulmonlar seni emas, sho'rolarni da'o qiladilar. Zulm emish. Qanday zulm?
Zulm qilgan seni o'zing-ku. Xalqni talading, uylariga o't qo'yding, otding, chopding. Alda! Shmamat! Chilim. Boy, ana boy. Chilim, xo'p bo'ladi. Qani, ayt muddaoyini. Ko'p gap eshakka yuk. Muddaoyim shu. Yaxshilikcha bu yerdan qaytib ketbek. Bo'lmasa xalq g'azabiga duchor bo'lib, bemazor, benom nishon yo'q bo'lib ketdi. Tilingni tiy. Men yo'limdan qaytgani kelganim yo'q. Mard so'zdan qaytmas, sher izidan. O nalatiyey. Otdan tushsangam uzangidan tushmaysan-a? Quyonga o'xshab timtaraqay bo'lib qochganlaringni unutdingmi? Orda! Yo'qol ko'zimdan isqircha. O'zing yo'qol. Bu yurt seni yurting emas. Bu yurt bizning yurtimiz. Bu yurt senga harom. Bas! Shmamat! Nima ho'jay? Chiqib tashla. Hop, qani chol, iymoningni o'gir. Ot, nomard. To'xta. Avval tilini kes, keyin qo'lni sug'ur, undan keyin soqoldan yondir. Olib chiq. Xo'jayin aytganini qil. Qarayar, qo'plang. Kuyov to'ra siz ham shu yerdami deysiz? Otaxon, Nomimni bulg'ama nomard. Tuf senga. Odamning tupugidan yaratilgan chayon. Olib chiq. Yoshlarimiz buzilgan emish. Qarilaringizchi. Mazasi shumi? Begim. O'zimizni sodiq qolganingizga ham shukr qilsangiz chaqir. Xayriyat. buyrug'ingiz bajarildi begim. Komsomol yigitni ot tashladim. Hop, barakalli senga. Balli. Sodiq yigitimsan o'zing. Endi menga ruxsat eting. Men yigitlarning oldiga boray. To'xta. Qani, beri kel. Qani yonimga kelib o'tirchi. O'tir. Keling, yuzbashi. Keling, beksham, keling. Mana ol. Salomatlikka ko'tar. Murodimizga yetaylik. Amin. Bo'ldingmi? Toqladimmi deyman, Shmamat? Ha, xo'jayin, bilmadim. Dushmanlar bosib qoldi shiklik. Begim. Ash. Begim. O'ng tarafdan qizil galtakchilar. Chap tomondan qizil armiya. Orqamizdan zambarakchilar, to'pchilar, o'qchilar chiqarishlar. Eshitganman, yo'qol ko'zimdan. Shumayoq. La'nat. Ahvol yomon. Ahvol yomon bek. Ahvol yomon. Janob Odishoh, tomon ham bekilmasdan qo'rqaman. Tezroq bo'ling. Mana masala hal. O'ng tomonimiz Surxon vodiysi, chap tomonimiz Sharqiy Buxoro. Tog' oshimlari yursak, Chingiz avlodining beshigi Samarqand. Bizning shonli yo'llarimiz mana shu yerlardan o'tadi bek. Qanday gap, bu qanday ko'rgilik. O'z yurtimda o'zim begonaman. Bir joyda to'xtab turolmayman. Xalq mendan ketadi. Men xalqdan. Iloji yo'q. Bek ketaylik. Lashkar bilan birga bo'laylik. Tog' tomonimiz ochiq. Qani tez bo'ling, ketdik. Boshpanamiz qolsin, topdik. Begim, oshsa yuradi. Yoshing boshingni yesin. Davronbek bir qancha yigitlarini jangda yo'qotgach, qochishga majbur bo'ladi. Bosmachilar ustidan g'alaba qozongan jangchilar va qizil kaltakchilar Narzihola hovlisiga to'plana boshlaydilar. La'natlar,
Rosa tumturay qaybolib qotishdimi? Qo'ldosh aka, ishlar qalay? Yaxshi o'rtoq Kuzmin. Qancha asr tushdi? Hey, asr deshi ham til bormaydi o'rtoq Kuzmin. Qurollarni baland ko'tarib biz tomonga o'tib kelaverishdi. Ular 100 dan ortiq. Yolg'izlik, darbadarlik jonlarga tekkan. Albatta. Shunday qulay paytda biz tomonga o'tmay nima qilsin? O'rtoq komandir, qishloqni bosmachilardan butunlay tozaladik. Ayajon! 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 Nima gap? Olimjon akam. Ayajon, Olimjon akam. Nima bo'ldi? Olimjon nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi o'zi? Olimjon akam qishloqni himoya qilib turib yaralandi, ayajon. Gapir. Men uni yarasini bog'lab yerto'laga bekitgan edim. Keyin o'zim ham bekingan edim. Keyin nima bo'ldi? Bosmachilar Olimjon akam tolib ketishdi, ayajon. O'rtoq Kuzmin. O'z ko'zi bilan ko'rdim. Uni bekka ro'para qildilar. Azamat davri ekan. Bekni yer bilan yakson qilib tashladi. Keyin uni bekni buyruq bilan Subhonqul otib tashladi. O'zmash Subhonqul. Nima? Dadama? Ha? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Yolg'on aytsam yorilib o'lay. La'nati qashqir. Boshingga gultosh kiygizganda ham ikki ko'zing cho'lda ekan seni. Qo'ynimizda ilon saqlagan ekanmiz, ayajon. Badbaxt qo'ldan chiqib ketdi o'rtoq Kuzmin. Ketsa otamdan nari. Tog' oralig'idagi och bo'rilarga yem bo'ladi. Olimjon. Olimjon o'g'lim. Axir men seni Karimjonning o'rniga o'g'lim degan edim. Ko'zimni durdonasi, yuragimni madori eding, o'g'lim. O'rtoq jangchilar, endi dushmanni quvib borib, tog' orasiga qamab, tamomila tugatish kerak. Eskadron saflan. Qo'riqlaymiz vatanni, kecha-yu kunduz, peshonada yarqirar besh turna yulduz. Narzi, Zulfiya va boshqalar eskadronni kuzatish uchun chiqadilar. Bir chekkada qorong'u daraxt ostida Mavlon bilan Azimboy uchrashadi. Xo'sh, xuddi mana shu yerda so'zlashdi. Ovozlari eshitilsa ham, so'zlari eshitilmadi Sabilga. Buyruqni qanchalik zarur, qanchalik muhim ekanini hali ham tushunmabsiz. Nahotki bironta odami gap eshitilmagan bo'lsa, hech iloj qila olmadim Sabil, qo'rqdim. Qo'rqmay o'ling. Butun ishni rasvosini chiqardingiz. Mana endi bo'linmani qay tomonga qanday vazifa bilan ketganini bila olmay qoldik. Attang. Mana komissar opam bor-ku axir. O'sha kishi aytib beradilar. Komissar opangizdan ajralasiz-da, Azimboy aka? Mana bu ishingiz bo'pti. Obbo azamatlaring. Bu miltiqlaringizni yelkangizga ko'tarib, men orqamda ergashib yuraverasizlarmi? Axir uyat bo'lmaydimi, ukalar? Uyat nimasi, opa? Ahvolni ko'rib turibsiz-ku. Dushman bilan oramiz bir qadam. Axir sizni doim qo'rolab yurishimiz kerak. Assalomu alaykum, rais opa. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Azamatlar, kelinglar. Biz qo'ldosh akani buyrug'ini bajaryapmiz, opa. Rahmat ukalar, rahmat. Qani, mana bu supa sizlarga. Bemalol uxlab dam olib olinglar, yigitlar. Dam olinglar azamatlar. Barakallah. Bu siz ham bir ozgina dam olib kelsangiz bo'lardi. Menmi? Rais opa, shunday paytda dam olib uxlab bo'ladimi? Men mana bu azamatlar bilan bir oz suhbatlashib keyin borarman. Bemalol. Marhamat qilinglar.
Hop azamatlar, shunday qilib Kamisar opani qo'riqlaymiz denglar. Ha bo'lmasamchi, opamiz ham shu kishilar, axir hukumatimiz ham shu kishilar. Nariyoqqa qarab, tag'ini otilib ketib bitta ham tamizni qulog'imizni tagimizda qoldirmasin, uka. Qo'rqmang. Bu jonivor kimga otilishini yaxshi biladi. Nariyoqqa bur. Narzining uyida chiroq o'chadi. Bir necha daqiqa hamma yoqni zulmat bosadi. So'ng devor orqasida bir necha kishilarning soyalari paydo bo'ladi. Narzini qo'riqlab turgan jangchilar suhbatlarini davom ettira boshlaydilar. Qo'y endi miltig'ingni. Hech kim unga tegmaydi. Mulla akam qo'rqyaptilar. Yashang. Shu yurak bilan odam bo'lib yuribsiz. Endi, menga qara, menda ham kichkinagina yurak bor-ku-ya. Lekin mana shu zangarni qo'limga ushlagan bo'lsam, o'lib ketay agar. Mana mulla aka, ushlab ko'ring. Qo'rqmang, otilmaydi, otilmaydi. Qo'rqmang. O'rganing. Axir bosmachilarning tuxumlarini quritganimizcha yo'q. Qani, berchi men bir ko'ray. Qani, Bismillahirrahmanirrahim. Mavlon miltiqni olishi bilan soyalar kelib jangchilarga tashlanadi. Bu tovushni eshitgan Narzi uydan yugurib chiqadi. Miltiq ushlagan Mavlon uning yo'lini to'sadi. Nima gap? Voy shurim. Yigitlar qani? Sobirjon? Mahkamjon. Voy ular hamiz qayoqqa ketdi? Nima shovqin? Kim bu? Kim? Men Mavlonman. Voy, Mavlon aka sizmisiz? Nima gap? Tinchlik bo'lsa? Xo'sh. Gapir. Kuzmin bilan qo'ldosh bolshevoyni jangchilari qay tomonga qarab ketishgan? Ularga qanday jangovar topshiriq topshirilgan? Voy. Hazillashyapsiz, Mavlon aka? Gapir. Shunaqami? Hali sen shundaymiding? Sotqin! Ablah! Pes! Uning nochur. Voydat! Voydat! Men bu yurtning gadosi emas, egasiman. Sotamanmi, pishirib yeymanmi, yo birovga yediramanmi? O'rang. Tez. Vaqt g'animat. Fursatni qo'ldan boy bermay tez deb Davronbekni o'z qo'liga topshiring. Xo'p bo'ladi. Tez. Xo'p. Bosmachilar Narzini chodirga o'rab olib ketadilar. Tong yorisha boshlaydi. Ufq orqasidan quyoshning oltin ziyosi tig' uradi. Oraga boshi va qo'li bint bilan bog'langan Olimjon va Zulfiya kirib kelishadi. Olimjon aka. Labbay. Juda ham yaxshi bo'ldi, ha? Juda ham yaxshi bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Voy, ayam beparvoliklarni qarang, Olimjon aka. Eshikni ham bekitib qo'yishmabdi. O'zlari shuna beparvolarda. Eshik ochiq-chochiq qolib ketaveradi shunday. Agarchi Olimjon aka, dadam sizni qutqazganlarini ayam eshitsalar nima derkinlar-ya? Nima derdilar? Dili jigarlaridan xursand bo'ladilar. Undan keyinchi amakimdan hech shubhalari qolmaydi. Yazarsan bebahay, guli guli sarim benim. Gül bahane kelgisi her demge yarim benim. Deste deste gül
To'xtang. Men o'zim kirib chiqay. Yo'q, kerak emas. Men sizni qidirib ketganimni ayam bilganlari yo'q. Men o'zim borib aytaman. Siz shu yerda turib turing. Xo'p bo'ladi. Men mana shu yerda kutib turaman bo'lmasa. Xo'sh, bo'lmasam. Kim? Ayam yo'q. Olimjon aka ayam yo'q. Ayam yo'q. Ayam yo'q. Qancha? Boshim. Mahkam aka. Mahkam aka. Mahkam aka. Nima gap? Bilmasam. Nima bo'ldi sizga mahkam aka? Rais opamni bosmachilar. Bosmachilar? Mavlon. Mavlon sotqin.
Ma'lon narsini Davronbek qochgan toqqa olib keladi. Va bekdan qo'shimcha topshiriq olib, yana qaytib ketayotganida uning ro'parasidan Subhonqul chiqib qoladi. Undan nariroqda bir necha yigitlar yashirinib turmoqda edilar. Kim bu? To'xtang afandim. Subhonqul. Xo'sh, nima gap? Nima uchun xotinimni olib keldingiz? Nari tur. Men senga javob beradigan odam emasman. Qani ayting afandim. Yurtimizni katta xo'jayinlaringizga qancha bahoga sotdingiz? Ko'tarasigami yoki chakanasigami? Hali shunaqami? Ek qo'yniga yashiringan ilon kim desam, sen ekansan-da. Chigalni uchun mana endi topdim. Qani yur bekni oldiga. Men sen bilan xotiningni tog'ni cho'qqisidan tashlataman. Qani yur. Shoshmang afandim, yo'l bu yoqda. Subhonqul. Subhonqul. Qur'onni o'qganlaring, qasam ichganlaring yodingdami? Sotqin bizlar emas, sizlar. Bizni yo'ldan ozdirgan, xo'rlagan, zo'rlagan sizlar. Sop. Tirikmisan narzim? Tirik bo'lsang qutqaraman. Qutqara olmasam birga halok bo'laman. Absamat uka, Labbay. qani ketdik. Davronbek narsini so'roq qilmoqda. Qani ayt. Kuzmin qismi qayoqqa qarab ketdi? Ular qanday vazifani bajarmoqchilar? Bilmayman. Ayt badbaxt. Bo'lmasa tashlayman. Ha. Mana bu ish qo'lingdan keladi, bek. Buni bilaman. Bilsang javob ber. Hazrat begim. Narsa? Xo'sh. Begim. Bu xotinni gunohini kechiring. Siz kechirsangiz Xudo ham kechiradi. Buni o'ldirmang. Menga qara. Bu kishi kiming bo'ladi? Men bu kishini tanimayman. Mendan kechdingmi narsa? Tanimaysanmi? Kommunistlar yolg'on gapirmasdi-ku. Yolg'on bo'lmasin. Taniyman. Lekin erim emas. Dushmanim deb taniyman. Voy, esingni yig' narsa nimalar deyapsan? Axir sen meni halol juftimsan. Ering bilan yarash. Qiynoddan qutulasan. Gunohingni kechaman. Xo'pdi narsa. Bekordan bekorga o'zingni o'tga tashlama. Meni kechir. Men ham seni Yo'qol sotqin. Yo yer yo o'lim. yerda va yashashni xohlayman-da. Jon xotin qutqaraman. Yo'qol bosmash. Yo Rabbi, nima deb tushuntirsamikin? Xotin, axir men seni Mamat! Nima o'zi? Tambir cherishil foydasi yo'q. Ayoldan mulla chiqmaydi. Qaysalligin da'vosi o'q. Olib chiqib tashla. Hop, olib chiq. Begim, shafqat qiling begim. Yaramas. Turnindan. Xotin deb nomusingni yo'qotibsan. Eshitishib ber o'g'lingni. Eshitmayman. Yech. Qani? Topponchayni mana beri qo'y. Qo'y. Nomard. Ayol kaptar bo'lsa, burgut bo'lish kerak. Burgut bo'lsang uchib ko'rchi, bek. Qanoting singan, oyog'ingda tuzoq. Ucholmaysan-ku. Mamat! Nima o'zi? Yo'qot bu jozigarni. Olib chiq. Qanilar. Bek. Meni yo'qotganing bilan xalqni yo'qotolmaysan. Xalq bor, sho'rolar hukumati bor. U quyoshday porloq. Olib chiqib tashla. Qanilar. Olib chiq. Ey, xumsa. Nima o'ylanyapsan? Agar bekka sodiq yigit bo'laman desang, ol topponchang bilan olib belbog'ingni. Chiqib o'z qo'lingni otib tashla. Ha? Nima o'ylanasan? Ey, begimning shafqatidan quruq qolasan. Chiq deyman. Xo'p. Rahmat. Bor. Hozir otib tashlayman. Yaxshi, bor. Tavba.
Shunaqa ham xotinlar bo'lar ekan dunyoda. Yigiting bo'lsa arziydi. Chilim. Xo'jayin deyman bu Subhonqulga ham ja hayron qoldim-da. Bechara muhabbat yomon narsa ekan-da. Xotinni ko'rdi-yu, o'zini yo'qotib qo'ydi-ya. Hayronman. Meni 7 ta xotinim bor-u, muhabbat nima ekanligini bilmayman. Odamlar muhabbat deb o'zini o'tga tashlaydi, suvga tashlaydi, xoinlik qiladi. To'g'ri aytasan. Xoinlik qiladi. Ha, bor, Subhonqul xoinli yo'l kirib sot tashla. Xo'p, xo'jayin. Begim kechirsinlar. Begim bir qoshiq qonimdan keching. Ayt, kechdim. Begim, qizil askarlar bilan chegarachilar tog'dan oshib tushdi-yu tumshug'imizdan begim. Qaysi chegarachilar qaysi tomonda? Daraning narigi tomonida, bundan yarim chaqirim narida begim. Nega asir olmading? Nega jang qilmading? Yo'qol ko'zimdan. Begim, ishongan yigitlarimiz hamma shu o'roqlar tomoniga o'tib ketdi. Yo'qol ko'zimdan. Xo'p. Ahvol yomon bek. Shamni qo'rshab olishdi. Siz ham meni tashlab ketmoqchimisiz, janob Odilshon? Qarshilik ko'rsatsam foyda yo'q. Biz yutqizdik. Mamlakatning ichidagi qarshi kuchlarga ishonib, yanglishdik. Ha, mayli, o'tgan ishga salovat. Bu safar yutqizsak, ikkinchi safar puxtaroq ish ko'ramiz. Mamlakatning qo'ni-qo'shnilarini qo'lga olamiz. Ko'p lashkar to'playmiz. Ana shundagina maqsadimizga yetamiz, bek. Ha. Siz ketmaysizmi deyman, bek? Yo'q. Men taqdirga tan berdim, ser. Yo'q. Siz men bilan birga ketasiz. Bo'lmasa otib tashlayman. Mardligingizga qoyilman, ser. Bilaman. Siz bu yerda qolib, butun sirrimizni bolsheviklarga aytib berasiz. Shu yo'l bilan o'zingizni saqlab qolmoqchisiz. To'xtang, janob. Men sizni bunchalik odam deb o'ylamagan edim. Mayli. Boravering. Men boshqa yo'l bilan ketaman. Nima? Bek, sizdan o'tinib so'rayman. Meni ham birga olib keting. Siz bu yerlarning yashirin so'qmoq yo'llarini juda yaxshi bilasiz. O'tinaman. Meni bu yerlarda sargardon qilib ketmang, bek. Qani, topponchangizni qiniga solib qo'ying. Birga ketaylik. Ha, mana. Mayli. Xafa bo'lmang, bek. Yo'q. Asablar qaqshagan. Asab! Davronbek o'z sherigini otib tashlaydi. Shu arada qizil askarlar kirib, uni asir olishadi. Baland qoya bag'rida Narzi va uni otish uchun kelgan bosmachi yigit turibdi. Baland tog'lar oshasin. Mening ko'yim, mening sozim. O'limdan qo'rqmadim.
endi nima qildik? Qo'lini yesh. Xo'p. Bo'ldi, endi senga javob beraver. Otish menga topshirilgan. Shunaqami? Ha. Beraver. Xo'p. Narsa? Nomimni tilingga olma, nomard. Olimjonni qotili. Otamni qiynab o'ldirdilaring. Bosmachilar bilan birlikda qishloqni yondirdilaring. Mana endi meni birovga otishga qo'ymay o'zing shaylanib turibsan. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan sotqin. Yolg'on. Men qotil emasman. Olimjonni qutqazib yubordim, lekin Yormat otamni qutqarishga ulgura olmadim. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap, ey qotil. Sotqin. Agar men sotqin bo'lsam, mana ot. Satpora yuragimni ko'zlab ot. Jafolardan qutqar, jonimdan to'ydim. Shu vaqtda kirib qolgan Xushmamat narzini otmoqchi bo'ladi. Mana otish, mana bunday o'ladi. Ammo Subhonqul uning yo'lini to'sadi. Otma, Xushmamat, otma. O'q Subhonqulga tegadi. Narzi Subhonqulning tapponchasi bilan Xushmamatni otib tashlaydi. Tog' yoqasida Zulfiya va Olimjonlar ko'rinadi. Bolalarim! Bolalarim! Onagina ko'rgizsin bolalarim. Ayajon! Ayajon! Bormisan? Sog' bormisan, ona qizim? O'g'lim. Ayajon! Qizim, Dadajon. o'g'lim, rozi bo'linglar. Narzi qayerdasan? Dadasi. Jon dadasi. Xotin, bolalarim, el yurtdan muqaddas, xonadondan yaqin, bola chaqadan aziz narsa yo'q dunyoda. Ey atta. Hayr, rozi bo'linglar. Amakijon! Dadajon! Voy shurim. Amakijon! Jon dadasi. Amakijon, siz meni bo'rilar og'zidan tortib oldingiz. Lekin men kechikdim. Kechiring. Do'stlarim. Qani endi. Iloji bo'lsa-yu, yuragimni ikki bo'lib, men bunga jon kirgizsam. Narzixon, jon singlim. Dadim. Siz yolg'iz emassiz. Siz bilan mana biz butun yor do'stlaringiz birga. Subhonqul biz bilan birga. Biz uni o'z bozorimizga, Karimjonni yoniga olib borib qo'yamiz. Singlim, Subhonqul yuzingizni yerga qaratib ketgani yo'q. U vatanimizning ishqi bilan to abad qalbimizda yashaydi.